Mamlakatimizda aholi tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash ichki ishlar organlarining ustuvor vazifasi hisoblanib, bu borada xorijiy tajribalar asosida zamonaviy texnik vositalardan foydalanilib, hududlar kompleks nazoratga olinmoqda. Har qanday holatlarga tezkor harakatlanish imkoniyati yaratilmoqda. Navbatdagi lavhamizda Ichki ishlar vazirligi ishchi guruhining Andijon viloyatida bu boradagi amalga oshirilayotgan ishlari xususida so'z boradi. Mulk daxlsizligini ta'minlash, jinoyatchilikning oldini olish va aholi orasida huquqiy ong hamda huquqiy madaniyatni yuksaltirish borasida Ichki ishlar vazirligi qo'riqlash departamenti tomonidan izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xavfsiz hudud dolzarb 20 kunlik keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri doirasida mulkiy turdagi jinoyatlarning oldini olish maqsadida targ'ibot ishlari tashkil etildi. Andijon shahrining Yuksalish mahallasida tadbirkorlik subyektlari ishtirokida o'tkazilgan uchrashuvlarda qo'riqlash xizmatlaridan foydalanish tartibi, ularning huquqiy asoslari, turlari va texnik jihozlanishi haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Shuningdek, o'z mulklarini himoya qilish istagini bildirgan tadbirkorlar bilan hamkorlik shartnomalari imzolandi va tegishli obyektlarga texnik qo'riqlash vositalari o'rnatildi. Albatta, bu kabi targ'ibot tadbirlarini o'tkazishimizning asosiy maqsad fuqaro xonadonlari ko'p qavatli uylarning kirish yo'laklariga tash tugmalarini o'rnatish orqali hamda tadbirkorlarimizning mol-mulklarini ishonchli qo'riqlovni ta'minlash, mulkiy turdagi jinoyatlarni aniqlashdan iborat. Targ'ibot ishlari Shahrixon tumani markaziy dehqon bozori hududida ham davom ettirildi. Bozorda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar va mulk egalariga qo'riqlash xizmatlaridan samarali foydalanish bo'yicha amaliy ko'rsatmalar berildi. Mavjud jihozlar turlari va ularning texnik tavsiflari bilan tanishtirildi. Shu bilan birga fuqarolar orasida o'tkir tig'li imloni olib yurish bilan bog'liq huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida profilaktik tadbirlar ham olib borildi. Mahalliy aholi xavfsizligini yanada kuchaytirish maqsadida tashvish tugmachalari va kuzatuv kameralarini o'rnatish yuzasidan aniq vazifalar belgilab olindi. Hozirda 10 ta namunali uylarga qo'riqlash xizmatini qo'yganmiz. Bundan foydalanib kelyapmiz. Qo'riqlash xizmatidan minnatdorman. Endi xudo xolasa 103 ta aholi bor hozir Do'stlik ko'chada. Bularni ham hammasiga qo'riqlash xizmatini qo'ymoqchimiz. Chunki o'zimizning xavfsizligimiz uchun. Ushbu vositalarning o'z vaqtida o'rnatilishi, to'g'ri va uzluksiz ishlashini ta'minlash bo'yicha nazorat kuchaytirildi. Olib borilayotgan ushbu kompleks profilaktik ishlar jinoyatchilikning oldini olish, fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshirish hamda jamoat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.